Теперь понятно. А то этот kimdir ham yozdi boya bamascha dedi. Tip shunga o'xshagan gap aytdi. Meni miyamda просто загрузка bo'lib turdi-da. Nasib yaxshi joylardan ato qilsin, rahmat aytganingiz kelsin. Вот этот седой, он мой этот бывший подписчик deb qolsam, ha? Бывший подписчик. Но он уже на меня не подписан. Характерga gap yo'q ekan. Rahmatlik. Assalomu alaykum. Привет. Sizni ko'p kuzataman, juda hurmat qilaman. Rahmat kattakon medik qizaloq. Rahmat assalam. Бывший стал уже, да? Ну, ты же раньше был подписан на меня, если не ошибаюсь. А сейчас нет, скорее всего. Ну, ты вообще и пропал. Уже ozginasi effektmi? Nimani ozginasi effektmi? Men effekt qo'yaymi? Men effektda qanaqa bo'lib qolishimni hozir men sizlarga ko'rsataman. Chavot, покажу. Effekt bor, yuzingizda effekt bor, effekt urasizlar. Hozir men sizlarga effekt ko'rsataman. Mana qani? Qayoqda edi? Effekt o'zi qayoqda turadi? Yo'q, bu yerda emas ekan, to'xtanglar. Mana. Beauty'dami? Magiyadami? Beauty'ga kirib ko'raylikchi. Yo'q, bo'lmas. Magiya. Hozir. Men sizlarga hozir effekt ko'rsataman hozir mana. Men sizlarga mana bitta effekt. Yo'q, bu effekt emas ekan. Bu faqat qulog'ini orqasida gulchiya bor ekan. Qanani? Takovskiy effektlar bo'ladi-yu, такой yuzlarda makiyajlar qilib qo'ygan. Va rosa chiroyli ekanman bu. Voy, sevdim men buni. Mana shu effekt mana sizlarga. Bittasi bor edi-yu, yomon effektlarni effekti edi-da. Mana effekt. Mana sizlarga effekt. Men effektda juda xunuk ko'rinib qolaman. Mana qaranglar, nima bu? Nima sansan bo'lib yotibni ko'ryapsizlarmi? Mana shu effektda o'tiraymi, nima deysizlar? Anaqa заметно tushib ketsa kerak aktivim to'g'risi. Что за effekt bo'lmadi, xunum. Biz effekt chiroyli ekansiz. Shuni aytdim, mana effekt menga tushmaydi bu yoqda hech qaysi bir. Instagram bo'lganda ham Instagramda rosa chiroyli effektlar bor. Qayoqdan topgan edim o'zi buni? Qanaqa qilib yo'q qildim? Men bu gulchani qanaqa qilib yo'q qilaman? Prime paka. Yavra. Xunukni olib tasha, oy. Nima sansirayapmiz? Nima bo'lyapti? Qayog'ingiz qichyapti, akajonim? С вами можно сфоткаться? Зачем? Endi o'chiravyapsizmi? Gapirmang. Mana bu nozi degani keldilar endi. Anakonda qilib qo'yar ekan effektsizda. Bor-da shunaqa. Oy, jonga tegdinglar, oy. Men senlarni, конечно, obsуждать qilmayman desam, endi hammang mashdan endi klient qidirmaysan. Qo'tingni qisib yurlaring. Beauty'dan topdim. Yo'q, beauty'dan topmadim. Magiyadan topdim buni men. Lekin men bu effekt yoqadi men hozir ko'rsataman sizlarga. Ana. Видите? Zo'r, a? Yo'q, o'chirib qo'yaver buni. Mana ham chiroyli ekan. Niyat qop-qora ekan.
man menga ham bir paytlar qiziqqan edim. Mana shuni qanaqa qilib qilishar ekan debdi. Ketamiz, rahmat. Spasibo, kerak emas. Omadimni qizartirib yubordim уже. Qichurib. Hali ham yosh bola kabi beg'uborsiz opa. Yo, bir lekin beg'uborim ketib qoladi-yu, bir so'kkim kelib qoladi-yu. Baxti Tashkentgina ham og'zidan bunaqa so'kinishlar chiqmagandir menimcha. Shu uchun na pamять. Da, можно hali ham buni o'qidik. Shu. Yotib uxlab olganlarim kelyapti. Kecha aytibman, efirda uxlab qoldim. Birinchi marta men efirda uxlab qoldim. Birov efiriga kirib. Inshaalloh. Da, Zayn. Nima bor? Balkonda liftda nima bor? Akajon, nima bor? New York City. Aka zo'r qilib qo'yibdilar. Men bitta Sishani anaqasini qo'yib, как его, bayrog'ini qo'yib, undan keyin soat 6:32 ni qo'yib qo'yibdilar. Soat prям qo'yib qo'yibdilar. Bu nima degani aka bu rasmlar endi? Tipa tushingizda siz Sishani ko'ryapsizda, keyin uyg'onib qarasangiz soat 6:30 ekan shunda. Da. Bitta narsa aytaymi? Soat qaraymiz. Necha soatdan beri men efirdaman. Va qayerdan ko'rardi? 2:57 minutdan beri, 2 soat 58 minutdan beri уже 5 mingta odam kiribdi-da orada. 5 mingta odam ko'ribdi efirimni. Like. Spasibo. Hammasi sizlar uchun aziz do'stlar, hammasi sizlar uchun. Hazillashaman deb xo'p deb qo'yaverasizlar. Telefonim qizib ketdi lekin. Iltimos, Nilu, iltimos. Otangni ham haqqi qolmadi bu telefonda, iltimos. O'zingga yangi telefon ol, deb. Bo'ldi-ye. Yo'q, bo'lmadimi? Bo'lmadi menimcha. Yana askincha o'tirishim. Askincha. Bitta narsani tushunmayman-da. Men bu anaqani. Menga, например, hech kim SMS yoza olmaydi-da. Пока взаимно подписаться qilmaguncha, то есть men unga, u menga birga одновременно подписка qilmaguncha menga SMSlar kelmaydi birovlarning SMSi.